Juda ham ko'p qahvachilar qahva damlayotganda soniya va brew ratio to'g'riladim va qahvam lazzatli bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida bu noto'g'ri. Qahvaning lazzatli bo'lishiga qolgan omillar juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Faqatgina bu instrumentlarning boshi hisoblanadi. Birinchidan, qahvaning maydalik va yirikligi qahvaning ta'mini tubdan o'zgartirib oladi. Agar qahvaning ta'mi yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, buni soniya va brew ratiodan emas, aslida deylik protsessi kimyoviy va fizikaviy tarkibidan boshlash kerak bo'ladi. Espresso damlayotganda qahvada kimyoviy va fizikaviy jarayonlarni qisqacha qilib tushuntirib beraman. Bu qanday davom etadi? Maydalangan qahvalardan issiq suv bosinch yordamida o'tib boradi va qahvadagi og'ir moddalarning suvga erib chiqishi bu ekstraksiya, ya'ni o'sha kimyoviy jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda bizga eng katta ta'sir o'tkazadigan narsalardan bittasi bu qahvaning maydalik va yirikligi. Bu qahvadagi moddalarni ko'proq yoki kamroq erib chiqishiga kerak bo'ladigan narsa bo'ladi. Ikkinchisi bu qahvaning zichligi yoki miqdori deymiz biz buni, ya'ni temperovkamiz. Agar qahvamizni ko'proq yoki kamroq ishlatishimiz bu qahvaning kimyoviy o'zgarishiga sabab bo'ladi. Keyingi omil bu espresso damlanayotganda suvning issiqligi hisoblanadi. Suv qahvadagi moddalarning erishini tezlashtiradi yoki sekinlashtiradi. Agar 2 gradus ko'proq issiqroq suv ishlatadigan bo'lsak, qahvadagi moddalarni tezroq eritadi. Qahvamizning ta'mi plotniyroq, badisi yuqoriroq va deylik overekstrakka yaqinroq, ya'ni achchiqroq ta'mlar hosil bo'lishiga olib keladi. Agar gradusimiz pastroq bo'ladigan bo'lsa, qahvamizning ta'mi bu nordonroq bo'lishi boshlaydi va andrekstrakka yaqinroq bo'ladi. Keyingisi suvning bosinchi. Agar suvning bosinchi 9 bardan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu qahvaning damlashini tezlashtiradi va qahvamiz plotniy bo'ladi. Ya'ni juda ham deylik quyuq damlangan qahva bo'lib qoladi. Agar suvning bosinchi juda ham past bo'ladigan bo'lsa, bu qahva damlanishini sekinlashtiradi va qahvamiz nordonlashga olib keladi. Bu parametrlarning hammasini qahvachi to'liq his qilish kerak va nazorat qila olish kerak. Faqatgina soniya va brew ratio to'g'riladim va qahvaning ta'mi yaxshi bo'ladigan narsa yo'q. Aslida deylik har bitta qahvaning naviga, qovurish darajasiga va pomoliga qarab turib qahvani profilini to'g'irlash kerak bo'ladi. Bu kabi qiziqarli ma'lumotlar sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, sahifamizni kuzatishda davom eting.